Bizning chet elda o'qish haqidagi orzularimiz bolalikdan shakllangan. Ota-onamiz har doim katta maqsadlarga intilishni, cheklovlar bilan emas, aksincha imkoniyatlar bilan fikrlashni o'rgatishgan. Har bir yangi bilim, har bir qiziqarli tajriba bizga faqat bir narsani ko'rsatdi. Inson qancha orzu qilsa va shu orzular yo'lida mehnat qilsa, u shunchalik yuqoriga ko'tariladi. Hech qanday katta yutuq osonlikcha bo'lmaydi. Ota-onamizdan moddiy yordam olmasdan, o'zimizning kuchimiz bilan ishlash, yashash, rivojlanish biz uchun haqiqiy sinov edi. Tunlar uxlamasdan ishlash, o'qish va bir vaqtning o'zida o'z biznesimizni boshlash uchun juda ham ko'p kuch-quvvat va matonat talab qilindi. Avvaliga ko'pchilik bizning tanlovimizga shubha bilan qarashgan. Qiz bola bo'lganimiz uchunmi bilmadik. Ko'pchilik chet elda o'qish va muvaffaqiyat qozonish uchun juda ham katta mablag' yoki tayanch bo'lgandagini mumkin deb o'ylashadi. Lekin biz natijalar ko'rsatishni boshlaganimizdan so'ng atrofimizdagi bizni kuzatib kelganlar hayotdagi eng katta resurs insonning o'z aqli, mehnati, intilishi ekanligini anglab yetishdi. O'zingizga ishoning. Ishonch bu eng katta kuch. Agar siz o'zingizga ishonsangiz, atrofdagi hech bir inson, hech bir vaziyat sizga g'ov bo'la olmaydi. Hech qachon taslim bo'lmang. Qanday vaziyat bo'lmasin, agar sizda aniq maqsad bo'lsa, u ertami kechmi albatta amalga oshadi.